nimaga? Mana bugun 3-4 kuni. Mana bugun 4-kuni keldilar. Mana 4-kuni. Ahvolingiz nisbatan yaxshi. Issig'ingiz chiqyapti. Hozir mana issig'ingiz yo'q. Yurak urishingiz juda ham baland edi. 110 uryapti. Hozir mana 74 mana ko'rishingiz mumkin. Ahvollari ancha yaxshi. Hozir mana ko'rsataman. Hozir ko'rsataman. Anaqalar yurak urishlari ham mana уже tushgan. Ancha mana yaxshi. Ahvollari ancha yaxshi. Qanaqasiz? Ancha yaxshi yotdingizmi? Yaxshi yotdingiz. Qo'yningiz aynashlari yo'q уже. Qorningizni dam bo'lishi ham kamaydimi? Issig'ingiz normada. Uyqungizchi? Uxlashingizcha uxlashingiz. Uxlashingiz ham yaxshi. Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Qani gapiravering, nima deysiz bo'lmasa, xo'sh? Yaxshi deyman, nima deyman. Qanaqasiz ku? Qanaqasiz hozir? Hozir yaxshi, ancha. Kelganimda mazza yo'q edi. Ahvol hisob chiqib, shaharda yo'q bo'lib ketdi. Yo'q, hozir juda ham ahvolingiz yaxshi. Hozir qarang, mana uyqularingiz normal bo'ldi, qorningizni dam olishi ketyapti, issig'ingiz normalniy bo'ldi. Hozir juda ham xursandman, ancha yaxshisiz. Bu yo'q ham o'z vaqtida hali dorilarni ichib tursangiz, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Kamchilik yo'qmi? Hammasi yaxshimi? Bo'pti.